Xəzinənin tor pul tərbiyələş mərkəzi həmmimizin xəzinəsi. İnternet toru orqali uyda o'tirib bu darslarımızga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qattirmay, biz bilan aloqalashing. Dunyo bo'yicha eng kuchli davlat qaysi? Amerikaning pay texnikasi dunyoda oldingi qatorda turadi. Jungoning qad ko'tarish sur'ati eng tez. Bu ikki davlat hozirgi darajadan tashqari cho'ng davlatlar. Lekin yer yuzi eng kuchli davlat ko'zga ancha chiliqmaydigan bir kichik davlat bo'lib, u eng boy, eng bexatar, hech kim chaqilishga petina olmaydi. Dunyoga nazar soladigan bo'lsak, bunday davlatdan ikkinchisini topqil bo'lmaydi. Agar biz Yevropa ittifoqining xaritasini ko'rsatadigan bo'lsak, Yevropa ittifoqi davlatlarining o'rtasida bir bo'shliq borligini bayqaymiz. Bu yer dal Shveysariya. Garchi Yevropa qit'asida bo'lsa-mu, lekin u Yevropa ittifoqiga kirmagan. Shunday bo'lib qolmay Yevropadagi davlatlar va Shimoliy Amerika davlatlari qurgan xalqaro tashkilot, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga mo Shveysariya qatnashmadi. Hatto BDTga mo Shveysariya 2002-yildan keyin a'zo bo'lgan. Buning sababi shuki, Shveysariya 1815-yilda xalqaroda o'zini mangulik betaraf davlat deb jakarlab, boshqa har qanday davlat bilan ittifoq tuzmagan. Boshqa davlatlar o'rtasida urush yuz bersa-mu, u hech qanday tarafda turmagan. Yevropadagi muhim joylarning biri bo'lgan Shveysariya o'tgan 200 yil ichida hech qanday urushni boshdan kechirib boqmagan. Nima uchun faqat bir taraf davlat isla 200 yil ichida urush o'tidan qutulib qolgan bo'ladi? Ozroq o'ylab boqsaqlar bilib olaymiz. Agar bu gap rostla shunday xislatlik bo'lgan bo'lsa, dunyoda hech qanday davlat tajovuzchilikka uchramagan bo'ladi. O'xshashla xalqaroda mangu bir taraf turdiganligini jakarlagan Belgiya Birinchi dunyo urushida Germaniyaning tajovuzchiligiga uchradi. Ya'ni bir taraf davlat Lyuksemburg Birinchi dunyo urushi va Ikkinchi dunyo urushida Germaniyaning rahimsiz ekspluatatsiya qilishiga uchragan. 1940-yili Ikkinchi dunyo urushida Shveysariya Germaniya kuchliklarini qo'rshavdi qilib xatar ichida qolgan bo'lsa-mu, lekin eng oxirida Germaniya Shveysariyaga hujum qilishdan voz kechgan. Bu Shveysariyaning mangulik bir taraf davlat salohiyati bilan munosabatsiz. Balki Germaniya Shveysariyaning kuchli harbiy kuchidan aylanganligi sababidan bo'lgan. To'g'ri, Shveysariya amaliyotda intan urushqoq davlat. 15-asrdan 18-asrgacha Shveysariyaning asosli kasbi yollanma askar eksport qilish bo'lib, bu yollanma askarlar butun Yevropadagi davlatlar uchun urush qilib boqqan. Ular jang maydonida botir bo'lib, nihoyat yaxshi nom chiqargan. Hozirgi zamonga kelganda garchi Shveysariya boshqa davlatlarga tajovuz qilib kirmasa-mu, lekin Shveysariya o'z xalqini tarbiyalab, agar tajovuzchilik uchirsa chuqum eng oxirgi bir odamgacha qonliq jang qilish degan ideyani singdirgan. Shunga Shveysariya dunyoda oz chiraydigan hamma odam askar bo'lish tuzumini yo'l qo'ydigan davlat. Asos qonunda mundaq belgilangan. 20 yoshdan 42 yoshgacha bo'lgan fuqarolar chuqum harbiy majburiyat o'tishi kerak. Navoda jiddiy voqea yuz berib qolsa, Shveysariya 72 soat ichida 300 ming askariy kuch to'play oladi. Shveysariyaning nüfusi 8 million bo'lib, bu askariy kuch asosan barliq quromiga yetgan ellarning soni hisoblanadi. Shveysariyada yana fuqarolarning qurol tutishiga yo'l qo'yilgan bo'lib, Shveysariyada har qaysi oilalarning ishkoplari, tortmalari, gamilari, balxonlarning hamma yerida qurol turganligini ko'rgili bo'ladi. Undan boshqa Shveysariyadagi har bir tosh yo'l, ko'rik, tonel, temir yo'lning hammasi yiroq musofirlik portlatishga mos keladigan bo'lib, agar yer yuzidan tajovuz qilib kirsa, dushman ichki davlat ziminiga kira olmaydi. Urush mezgilida Shveysariya 26 ming potay va istehkom qurgan. Uningga tankga qarshi zambirak, havo mudofaa zamburiki va pulemyot o'rnatilgan. Bu qo'rg'onlarning hammasi tog' jinslari yoki fuqarolarning o'ylariga o'xshash niqoblangan bo'lib, ular Shveysariya chegarasi ichidagi har qaysi joylarga tarqalgan. Boshqa davlatlarning yer yuzi qismlari tajovuz qilib kirgan hamon ular tarafdan kelgan o't kuchiga duch keladi. Yadro urushining portlashiga taqobil turish uchun Shveysariya qonunida barliq qurilishlarga chuqum uning ichki qismiga bir yadro okop silish. Okopning kuchligi chuqum 700 metr ichidagi yadro portlashining hujumiga taqobil tura oladigan bo'lish kerak deb majburiy belgilangan. Shunga Shveysariyada har bir oilada birdan okop bo'lish kerak. Bu yadro okoplarining soni Shveysariyadagi odam sonining 1/14 to'g'ri keldi. Bundan boshqa Shveysariyada 2000 dan ortiq metro va yarasli toneli qatorliq g'oyat zo'r ommaviy panohlanish o'rni bor bo'lib, bu panohlanish o'rinlari kishilarni tashqi dunyodan butunlay ayrilgan ahvolda oz deganda 4 oy yashaydigan. Ba'zilarning aytishicha, agar butun yer shari miqyosida yadro urushi portlalsa, faqat suvarak bilan 8 million shveysariyaliklar hayot qolamish. Shunga Shveysariyaning oldingi ikki qitimliq dunyo urushida urush o'tidan qochib qutula olishidagi sabab uning mangu betaraf davlat bo'lishidek martabasi bo'lmasdan, balki butkul davlatning qurollanganligidan bo'lgan mudofaa sistemasidir. Lekin urush usuli zamonaviylashishga qadam qo'ygandan keyin bu mudofaa tadbirlarining vaqti o'tib ketdi. Shveysariya ham buni albatta biladi. Shunga yaqinqi yillardan buyon Shveysariya chegara ichidagi mudofaa portalarini muzey yoki xazinaga o'zgartirib, askariy kuch ko'lamini 200 mingdan 80 mingga tushirdi. Lekin bu Shveysariyaning o'zini qo'g'damaydigan bo'lib ketganligiga vakillik qila olmaydi. Ular faqat boshqa bir xil qo'g'dash usuliga almashtirdi xolos. Hozir Dunyo savdo tashkiloti WTO, Xalqaro Qizil Kristus jamiyati qatorliq 40 nechta xalqaro tashkilotning bosh shtabi Shveysariyada bo'lib, bu belgilik darajada qalqonliq rolni o'ynaydi. Lekin Shveysariyadagi haqiqiy qo'g'duvchi ularning donliq Shveysariya bankasi. Shveysariya bankasi bir umumiy nom. U Shveysariya chegarasi ichida mavjud bo'lib turgan barliq banklarni ko'rsatadi. Donliq Shveysariya banklaridan Shveysariya bankasi guruhi, Syurix bank,
bankasi, Shveysariya kredit guruhi qatorliqlar bor. Statistikaga asoslanganda dunyodagi boyliqlarning 4/1 qismi Shveysariya bankasida saqlanadi ekan. Har qaysi davlatlarning siyosiy, savdo, adabiyot, san'at, tantarbiya sohalarining donliq arboblari mulkini Shveysariyada saqlashni tanlaydi ekan. Undaqda Shveysariya bankasining buncha ko'p mulkini jalb qiladigan qanday sehriy kuchi bor? Odatda dunyodagi boshqa joylardagi banklarga yangi ischot ochgan yoki ko'p so'mlik naqd pul omonat qo'ygan chog'da qonunsiz unsurlarning bankidan pul yuvishi va cheriklikning oldini olish, bojdan qochish qatorli qilmishlarning oldini olish uchun banka bir qator tartib orqali xaridorlarning salohiyatini aniqlaydi. Bu orqali uning banka va jamiyatga xavf elib kelmasligiga kafolat qilish kerak. Ammo Shveysariya bankasi buningga butunlay o'xshamaydi. Shveysariyaning banki maxfiyatligini saqlash qonunida Shveysariya bankasi har qanday uchinchi tarafga xaridorlarning hisobot uchurini oshkorlasa bo'lmaydi. Banka xaridorlarning maxfiyatligini qo'g'dashni eng muhim vazifa deb belgilagan. Shunga har qanday chet ellik yoki chet el hukumati, hatto Shveysariya federatsiya hukumati va sud mahkamasini o'z ichiga olgan har qanday kishining Shveysariya bankasidagi omonat puliga aralashish, uni tekshirish va bartaraf qilish huquqi yo'q. Bundoqcha aytganda siz bankaga qadam bosgan shu vaqtdan boshlab siz bilan bankada yuz bergan barliq harakatlarning hammasi sizning maxfiyatligingiz. Agar ism familiyangizni oshkorlashni xohlamaydigan xaridorlar bo'lsa, hisobot ochgan vaqtda hatto haqiqiy ism familiyaning o'rniga o'zgartirilgan ism yoki sonni ishlashsimi bo'ladi. Hisobot egasi yana vakolatchiga pul olish va memoral qilishni havola qilsa bo'ladi. Mol-mulkka haqiqiy ega bo'lg'ichi boshdan oxir o'zini ko'rsatmasmi bo'laveradi. Navoda ischot egasi jinoyatga chetilib qolgan bo'lsa, Shveysariya bankasi soqchilarning tekshirishiga moslashmasi bo'lmaydi. Lekin ischot egasi shveysariyalik emas, balki boshqa davlatda jinoyat o'tkazgan bo'lsa, undaqda uning jinoyatini Shveysariya qonunida jinoyat deb hukm qilgandan keyin ondan uning banki ischotini tekshirsa bo'ladi. Biroq bojdan qochish qatorli qilmishlar Shveysariya qonunida jinoyat emas, faqat qoida xiloflik qilish qilmishi. Shunga ikki davlat qonunining o'xshamasligi tufaylidan boshqa davlatlarning Shveysariya bankasining hisobotini tekshirishi intayin qiyin. Mana bu har qaysi davlatlardagi boy savdogarlar, siyosiy arboblarning mulkini nima uchun Shveysariya bankasiga yetkazib kelib bojdan qochadiganligining sababi. Yaqin yillardan buyon har qaysi davlat hukumatlarining besim ostida Shveysariya bankasi shaxsiy sirni qo'g'dash an'anasini bo'shashtirib, har qaysi davlat qonun ijro qiluvchilarining tekshirishiga moslashishga boshlagan bo'lsa-mu, lekin maxfiyatlikni saqlash tizimi ba'zi sohasida bo'shab qoldi. Ba'zi sohasidan boshqa sohalarda o'zgarish bo'lmadi. Shveysariya yanala kishilarning mulkini qo'g'dashdagi eng yaxshi tanlash bo'lib qoldi. Shunday deyishga bo'ladiki, dunyodagi boyliqning 4/1 qismini egallagan Shveysariya bankasi Shveysariyaning hujumga uchirmaslikni qo'g'daydigan eng kuchli qoral. Mubolag'lashtirib aytsak, agar har qaysi davlatlar Shveysariyani bombardimon qilaman deydi ekan, undaqda uni kutib turgani balkim butun dunyoning zambirak o'qi bo'lishi mumkin.